Hammaga salom qadrli do'stlar. Bugun biz mehmonlarimizdan Avitsенна Turon haqidagi fikrlarini bilib olamiz. Ketdik. Чувствуете ли вы изменения в самочувствии с момента приезда? Когда я пришел, у меня головокружение, зрение хуже был, еле ходил. Сейчас нормально хожу и головокружение нормально. Прогресс есть, все хорошо сейчас. Да, хорошо сейчас. Что первое вам понравилось, когда вы приехали? Мне понравится все здесь Удобство. Вот врачи тоже очень хорошо относятся. Men ismim Nafisa, o'zim Toshkentliman. Toshkentdan keldim eshitib, YouTubedan ko'rib qolib. Bu yerda bo'sh vaqtingizni qanaqa o'tkazasiz? Nimalar bilan shug'ullanasiz? Bo'sh vaqtda to'g'risi desam kitob o'qiyman, kitob o'qiyman. Basseynlari bor, saunlar juda ham yaxshi. Ikki xil sauna bor, ikki turdagi basseynlari juda yaxshi. Hovlida plashatkalar bor, детский plashatkalar bor. Undan tashqari yoshlarga futbol o'ynashga, voleybol o'ynashlarga hamma sharoitlar yaratilgan. U archalar, daraxtlar juda chiroyli didi bilan ekilgan. Juda yaxshi. Juda ham yaxshi. Qaysi davolanish dasturi sizga ko'proq yoqdi? Va hammasi yaxshi, hammasi. Mana masalan, galadan ishlamda men umuman ochlikni sezganim yo'q. Umuman. Juda yaxshi. Qarashligi yaxshi, hammasi o'z vaqtida. Progress bor. Progress bor. Masalan, men o'zimni yaxshi sezdim. Bo'lsa bugun endi 3-kun, o'sha 2 kun ichida o'zim aytdim, o'zim yaxshi his qilaman, yengilman, tanam yengil. Juda